Assalomu alaykum hammaga hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Avtomix YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Ovozga e'tibor bermaysizlar, ozgina bo'g'ilib qoldi. Endi kullashib ketib muzduyimizni urib qo'yamiz dedi-yu, qo'llar nazar tutyapman. Ovozni sal tomoni bo'g'ib qo'yibdi. O'rtoqlar, anchadan beri ko'rishmayapmiz. Sizlarga cho'tki obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Bugungi obzorlarimiz boshlang'ich to'lovsiz bo'ladi. Mashinalarni assortiment qilib qo'yganmiz. Bemalol kelib, notarius to'lov, GAI to'lov, zapret to'lovlari kesinglar hisoblab beramiz. Domiylarga o'tishga pul olib kelsanglar, xudo xolasa bitta mashina minib ketasizlar. Telefon nomerlar ishlab turibdi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegramlari bor, Telegramda yozsanglar, Telegram kanalga ulab qo'yamiz. Hamma yangi ma'lumotlar Telegram kanalda bo'lyapti. Chunki YouTube'ga ham, Instagramga ham qo'yilmagan ma'lumotlar Telegram kanalga qo'yib borilyapti. Undan tashqari o'tda naqd pulga ham mashina qo'yamiz. Xullas kelam mashinaga oid barcha savol bo'lib qolsa, o'sha yerdan ma'lumot olishinglar mumkin. Bo'lmasa bugungi qahramonlarimiz marhamat ko'ringlar. Mana 5 ta bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli mashinalar. Mana marhamat xarid qilsanglar bo'ladi. Birinchi mashinamiz bu ham boshlang'ich to'lovsiz. Faqat boyga yetganimda notariusda nomiylarga o'tishga xarajat bo'ladi. Qisqacha aytib o'taman, mashinamiz 2022-yil 4-paytda avtomat korobka 75 ming masofa bosib o'tgan, metan gazlari bilan mashina tayyor. Lekin olasizlar, minasizlar. Cho'tki holatda balonlargacha qo'yib qo'yilgan. Bu mashinamizga oyma-oy to'lovi 4 million 600 ming so'mdan chiqadi. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. O'tgan videolarda juda ham ko'p kommentariyalar o'qidim. To'g'risini aytsam, ozgina jamoamiz bilan ozgina xafa ham bo'ldik. Sizlarga to'liq ma'lumotni 3 yil, 4 yil, 5 yil qilib chiroyli qilib tushuntirib bersak, bu narsani bilmadim. Nima deb o'yladinglar? Men ming marta qaytarsam ham baribir hisobga olmayapsizlarmi? Majburiy emas degan ma'noda aytayapman. Endi bu yoqqa unaqa aytib o'tirmayman. Baribir u narsani hech kim to'g'ri tushunmas ekan, o'shani qaldamlarni ko'rsanglar, o'shalarni yaxshi deb o'ylarkansizlar. Men ham bugun sizlarga 3 yil, 4 yil, 5 yil aytib o'tirmayman, xafa bo'lmaysizlar. Men borini aytaman, to'g'ri kelsa Telegram kanaldan bilaverasizlar. Xullas buni oyma to'lov 4 million 600 dan chiqadi. Bu mashinamiz 2020-yil 4-paytda avtomat metan gazlari bilan bu mashinamiz 4 million so'mdan oyma to'lov chiqadi. Notariusga aylanib pulini olib kelasizlar. Hamma viloyatdan xarid qilaverasizlar. 11 ta viloyatda kelib bemalol mashina olaverasizlar. Faqat Andijonga berilmaydi. Qolgan joydan kelib xarid qilaverasizlar. Bu mashinamiz 2021-yil mexanika korobka 70 ming yurgan, kraskalar top-toza, benzinda. Gaz-pas qo'yilmagan. Bu mashinamizni sizlarga oyma to'lovini 3 million 800 ming so'mdan chiqarib beramiz. Bu mashinamiz 2019 mashina holati zo'r, rangini ko'ryapsizlar, chiroyli. Shunaqa ranglagan ishqibozlar bor-da. Bu ham benzinda, gaz qo'yilmagan. Bu mashinamizni 3 million 300 ming so'mdan oyma to'lov chiqarib beramiz. Yili 2019. Bu mashinamiz ham Mokri 2019 yili. Bu ham benzinda, gaz qo'yilmagan. Bu mashinamiz ham 100 mingdan oshiqroq yurgan, oyma to'lovini 3 million 300 ming so'mdan chiqarib beramiz. Batafsil ma'lumot Telegram kanalida. Kobaltga kelgan, Spark'ga kelgan. Marhamat. Bu Kobaltimiz 2023-yil avtomat kraskalar top-toza, yurgan masofasi 23500 yurgan, chexollar bor, holatlari zo'r. Mana marhamat. Boshli zo'r, mana yurgan probegi. Ko'rasizlar. Kraskalar top-toza, idealniy holatda. Bu mashinamiz bosh to'lovi bor. 1700 dollar pul olib kelinglar. O'sha notariusga to'lovlar bilan chiqalamiz. Bu Kobaltlarda bosh to'lovi bor. Xo'p, endi qarang. Oyma to'lovi 5 million atrofida chiqadi. 5 million atrofida oyma to'lov chiqadi. Bu mashinamiz 2021-yil 4-paytda avtomat metan gaz, Cherokee balon 83 ming yurgan. Bu mashinamizni nima bosh to'lov chiqarib yuboramiz buni ham? Buni ham notariusga to'lovlar rasxoti bor. O'shani bersanglar, oyma to'lov 5 million so'mdan chiqarib beramiz. Cobalt 2021 avtomat metan gaz, 4 ta balon, xullas mashina tayyor. Bu Cobaltimiz 2800 yurgan, 24-25. Benzinda bor yo'g'i 2800 yurgan. Xo'p, qaranglar.
Men qisqacha sekin ko'rsatib qo'yay shu mashinani. Qaranglar, bunga nima qo'yilyapti? Mana. ABS-mabeslari bor. Hop, qaranglar salonni. Birinchi yurgan probegi mana 2800 magnitofoni bor. Yaxshi qimmat chexolli qo'yilgan. Poliklari Evakor poliklar. Mashina minishlarga tayyor. Bu mashinaga 1800 dollar pul olib kelasizlar. Bez probegi hozirgi kunda 2300-2400 atroflarida chiqyapti. Biz buni 1800 dollar bilan bosh to'lov chiqaramiz. Barcha xarajat ichida notarsga to'lovlar bilan. Oymoy to'lov 5300 dan oymoy to'lov chiqadi. Gentra mashinamiz bosh to'lovsiz ham oymoy to'lov 5.800 dan chiqadi. 2022 metan gazlari bilan, bunga ham shu notarsga xarajatlari bilan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Menimcha hamma mashinalarni aytib o'tdim, faqatgina mashinalar tan narxini aytib o'tmadim. Nimaga desanglar, boyi gap ko'payib ketib qolyapti. O'shaning uchun qisqacha lo'ndacha qilib tushuntirib o'tdik. Yana batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, marhamat ekranda turgan nomerlarga yozinglar, Telegram kanaliga qo'shib qo'yamiz. O'sha yerda kerakli ma'lumotlar olishinglar mumkin o'rtoqlar. Mashinani xarid qilish uchun kerakli hujjat ikkita pasport, er-xotin pasport, zakis qog'oz, prava kerak bo'ladi va pul. O'sha xarajat nomingizga o'tishiga. Pasportingiz tekshiriladi. Pasportingizdan muammo bo'lmasa, nomingizga o'tkazib beramiz. Notarsda 100% nomingizga o'tadi. Qaysi viloyatdan, qaysi regiondan bo'lsa, o'sha regiondan nomeri taqiladi. Mashinani o'zini zapretga qo'yiladi. Godovoy stavka bo'yicha ikkita bank bilan ishlaymiz. Bittasi 24%, bittasi 26%, aylanmasi, ya'ni sizlarga tushishi 16-17% dan yillik godovoy hisobda tushadi bu godovoy stavkasi. Uni yana kelsanglar to'liq ma'lumotini aytib o'tamiz. Barcha to'lovlar so'mda, oymoy to'lovlarni ham so'mda chiqarib beramiz. 1 yildan 5 yil muddatgacha xarid qilsanglar bo'ladi. Bu biz aytgan narsalarimiz majburiy emas, xohlovchilar uchun xarid qilsanglar bo'ladi. Agar sizlarda boshlang'ich to'lovi 3000, 4000 bo'ladigan bo'lsa, masalan, yangi pashti yangi Cobalt'imizga 3000 beraman desanglar, yo 4000 beraman desanglar, oymoy to'lovini yanada arzon chiqarib berishimiz mumkin. Xullas, uzoqqa borib o'tirmaysizlar. Shu xonamizga bank xodimi kelgan, bemalol shu yerda o'zi, mana shu xonaning o'zida оформлениялari hammasi shu yerda o'zida bitadi. Uzoqqa borib sarson bo'lib yurmaysizlar o'rtoqlar. Ozgina vaqtingizni olib qo'ygan bo'lsangiz rozi bo'lib qolasizlar. Yana bundan ham zo'r obzorlarni qilib berishga harakat qilamiz. Bundan buyog'iga YouTube'da videolar kamroq bo'ladi. O'shani inobatga olgan holatda yana qaytarib o'taman, yo Telegram kanaliga, yo Instagram kanaliga o'tib olishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Buyog'iga endi YouTube'ga obzor qilsak ham bitta mashinani mana shu bir haftada bir marta bo'lsa, mana shu bitta optim obzor qilib beramiz. Mashina olish niyatida bo'lsa, kelaverasizlar. Hammanglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin, Avtomixdan uzoqlashmanglar.